190 ming dollarga dengiz bo'yida dengizga qaragan собственный plaji bilan uy va bu summani biza 6 yil davomida bo'lib to'laymiz. 28-yilda bu proyektimiz tayyor bo'ladi. 28-yilgacha biza 70% ni to'laymiz. Oyiga 1% dan boshlang'ich to'lovdan keyin. Undan keyin arendaga beramiz va qolgan 30% ni yana 3 yil davomida 31-yilgacha bo'lib to'laymiz. Men o'zim ham hozir o'zimga olaman buni, kontrakt qilaman va sizlarga более подробно hamma narsani tushuntirib beraman. Qaranglar, bu studiya o'rtacha razmeri 45 kvadrat. Studiya uchun 45 kvadrat bu juda ham katta. Chunki standartni hozirda studiyalar 37-38 kvadrat chiqyapti. No bu yerda luxury stilida qurilyapti. O'shaning uchun minimalni bu 45 kvadrat bo'ladi studiyalarimizni razmeri. Bir bedroom ham olsanglar bo'ladi. Bir bedroom o'rtacha 80 kvadratdan где-то 300 ming, 320 ming dollar atrofida chiqadi. Xo'p, endi buni eng qiziqarli tomoni nimada bo'ladi? Lokatsiyasi. Hozir более подробно ko'rsataman. Mana shu orol, Umalkuim oroli, mana bu tomonida полный shoba застройщиga tushyapti. Judayam ko'p xonadonli bo'ladi. A bu yoq tomoni уже более eksklyuzivniyroq, более luxuryroq hisoblanadi. Mana bu bizani katta yerimiz bo'ladi. Amra proyekti City Developer. Hop, mana shu joyda bizani proyektimiz tushadi, o'zini собственный plaji bilan birga bo'ladi. Raselhaymaga ham yaqin и Dubayga ham. Judayam zo'r расположениеda joylashgan bo'ladi. Demak, dalshi ko'rib chiqamiz. Uylarimiz to'liq dizayn qilingan va dizaynerskiy o'zlarini City Developer'i o'zlarini производствоsi bor, juda ham noodatiy va chiroyli mebellar qiladi. Standartning hamma joydagi mebellar bo'lmaydi. Spesialni faqat mana shu proyekt uchun alohida mebel qilinadi. Ichi to'liq mebelli texnika, hamma narsa tayyor holatida keladi. Endi e'tibor berishimiz kerak uylarni planirovkasiga, uylarni tushishiga. Hamma uylar mana bunaqasiga joylashgan. Mana bunaqasiga. Bu degani har bitta xonadonimizda, конечно же, dengizga vid bo'ladi. Orqa tomonida uylar yo'q. Hammasi faqat dengizga qaragan uylar. Bu yerda bizda ground qavati bo'ladi, ya'ni lobby reception qismi. Mana bu yerda entrance, kirishimizdan keyin juda ham katta bu yerda lobby bo'ladi. Bu yerda ham ikkita kichkina lobby bo'ladi. Ya'ni bitta zdaniyada 3 ta lobby qismi bo'ladi. Undan keyin mana shu hamma qulayliklar. Bu yog'ida bizda tashqari qismi mana bular. Bu bizda zdaniyani ichki qismi. Mana bu joylarda tashqarisida bizda basseynlar, kabanalar, mana bu yerda sitting area, ya'ni o'tirib расслабляться qiladigan zonalar, детский площадкаlar. Mana bu yog'ida ham детский площадка, детский basseyn отдельно. Juda ham katta yerimiz, juda ham katta. Mana bu yog'ida уже сразу plyajga выход bo'ladi. Bu realniy resortga sizni uyingiz bo'ladi. Siz butun umr resortda yashaysiz. Tasavvur qiling, butun umr mehmonxonada yashasangiz, xuddi shunaqa hayot bo'ladi. Faqat bir yilda bir marta borib kelish emas, butun umr shunaqa imенно stilda yashasangiz bo'ladi. Xo'p, dalshi ko'ramiz. Bu lobby qismi bo'ladi. Mana shunaqa hamma joyda suvlar, bu yerda upor imенно wellnessga qaratilgan. Ya'ni hozirda bilasizlar, boylar uchun boylik nima? Hozir уже brendlar emas ular uchun boylik. Hozir здоровый образ жизни.
Ya'ni sog'lom hayot, sog'lom turmush tarzi, sog'lomlik, правильное питание, mana shu narsa boyligi birinchi o'rinda. Bu proyektimiz aynan mana shunaqa stilda qilingan bo'ladi. Bu ham lobby qismlarimiz, kutadigan zonalar. Mana bu zdaniyadan zdaniyaga o'tishdagi, lobbydan lobbyga o'tishdagi koridorlari shunaqa bo'ladi. Bu yerda reception zonalari, bu yerda har bitta zdaniyamizda ikkita restorani bo'ladi. Ya'ni zdaniyangizning tagida mana shunaqa italyanskiy restoranlar va yana boshqacha restoranlar bo'ladi, kofe shoplar bo'ladi, kafeniyalar bo'ladi, Starbucksga o'xshagan, Starbucks emas, borib zakaz qilib olib, maza qilib ichadigan kofe kafeniyalari bo'ladi. Kafelarimiz, restoranlarimiz 24 ga 7 ishlaydi. Endi bu yoq tomondagi qulayligiga qaraymiz. Mana bu yerda salon, spa, mana bu yerda tuzli xonalarigacha hamma narsa bo'ladi. Aytayapman-ku, yo'q narsani o'zi yo'q. Mana bu yog'ida jakuzzilari, mana bu yog'ida imенно ichkaridagi alohida gidromassajniy desa ham bo'ladi. Basseynlari. Bu hamma narsa bittagina joyida hali. Bundan tashqari yana juda ham ko'p narsalari bor. Mana bu bizada spa zonasi qanaqa ko'rinishda bo'lishi, mana bu yog'ida yig'ilib o'tiradigan spada imенно joylari, bu yog'ida imенно tuzli xonalari. Dalshi ko'ramiz. Bu yoq tomonida ham qulayliklar. Mana bu yoqda katta panoramniy vid, dengizga trenajyorniy zal. Dengizga qarab, конечно же, shug'ullanamiz. Yoga zonalari, hamma pilates deysizlarmi, hamma narsa o'sha ichida mavjud. Mana shunaqa vidli trenajyorniy zallar bo'ladi. Mana pilates, yoga xonalari, boxing room, отдельно UFC qilib beradi. Bu boks оборудованиялаrini, ichlarini, dizaynlarini именно UFC ni o'zi qilib beradi. Mana shunaqa. Mana bunaqa. Binoyimizni bitta qismida mana shunaqa bowling zonasi bo'ladi. Bemalol o'rtoqlaringiz bilan yig'ilib, endi bo'lsin 1-2 haftaga Dubayga kelganingizda, Birlashgan Arab Amirliklariga kelganingizda bu yoqqa borib maza qilib yashab vaqtingizni o'tkazasiz. Bu yoq tomonida bizda kafe bo'ladi. Golf simulyatorlari, ya'ni elektronniy golf desa ham bo'ladi. Mana shunaqa golf o'ynasa bo'ladi. Mana bu yerda har xil gaming zonalar, ya'ni har xil igrilar. Prosta kelib zerikib qolmaysiz. Mana bunaqa strelkachalar otadigan o'yinlar, bilyard, настольный har xil o'yinlar. Bitta zdaniyingizni o'zida bu hammasi. Bu yog'ida alohida konferensioniy zallar bo'ladi. Bularni ham bron qilib, o'zingizni har xil mitinglaringiz bo'lsa, uchrashuvlaringiz bo'lsa, bu yoqda o'tkazsangiz bo'ladi. Mana shunaqa har xil zonalar. Mana bunaqa alohida yopiq joylari ham bor. O'zingizni nadibligingizga qarab bemalol bron qilib ishlataverasiz. Bu yoqda o'zingizni shaxsiy private sinema bo'ladi, ya'ni kinoteatr. Kinoteatrga borib popkornlar olinadigan joyi. Mana shunaqa kinoteatrlarimiz bo'ladi. Bu yerda networking, ya'ni chiqib hamma bilan tanishib, tanish bilishlar orttiradigan joy. Hozirda bilasizlar, networking bu juda ham hammaga kerakli narsa. Bu yerda bemalol kelib, shu joyda yashaydigan odamlar bilan networking qilib, tanishib, tanish bilishlar orttirsangiz bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi networking zonamiz. Sigar lounge bo'ladi. Bu, конечно же, erkaklarimiz uchun именно sigar loungelarimiz. Bu yerda именно har xil shunaqa katta sigaralar chekib, tanishib o'tiradigan zonalar. 7-qavatimiz ham полный озеленённый bo'ladi. Juda ham zo'r qulayliklarga ega. Mana shunaqa begovая дорожка, весь здание bo'lib, mana buni ko'ryapsizlar, 2,5 kilometrli begovая дорожка bo'ladi. Mana ko'rinishi qanaqa bo'lishi, полный озеленённый, chunki
bizada nimaga e'tibor qaratilgan? Sog'liqqa e'tibor qaratilgan bo'lgani uchun buni обязательно ota-onanglarga хотя бы olib berib qo'yishinglar kerak. Qariligini mana shunaqa o'tkazsa, ishoninglar, sizlar o'zingizlarni burchinglarni bajarib qo'ygan bo'lasizlar. Hozirdan harakat qilib, o'sha 28-yilda tayyor bo'ladi. Vaqt shunaqa tez o'tib ketadi. Deymiz, o'sha 28-yil bo'lib qo'yadi. Buni boshlang'ich to'lovni to'lab qo'yib, oyiga $1900 dan to'lab borsak, keyin ota-onamiz mana shunaqa maza qilib yashashadi. Yana nima kerak ota-onaga? Bir kun plyaj, bir kun tepada fitnes bilan shug'ullanadi, yashil zonalarda vaqtlarini o'tkazadi, dengizga tushishadi. Maza qilib yashashadi. Endi tepasida qaraydigan bo'lsak, обязательно vertolyot uchun alohida qo'nadigan zonasi bo'ladi. Chunki bilasizlar, hozir Dubayda fly taksilar rivojlandi. O'sha 26-yildan ishga tushadi. Zdaniyamizda отдельно shunaqa fly taksilar uchun uchadigan taksilar uchun vertolyotlar qo'nadigan zonasi bo'ladi. Bu yoqlarida bo'lsa, bu 15-qavatimiz. Panoramniy dengiz, bu yog'ida basseyn, panoramniy basseynlarimiz bo'ladi, ya'ni bezgranichniy basseynlar har bitta zdaniyasida bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishlari qanaqa bo'lishini qaranglar. O'tiradigan zonalarimiz, basseynni o'zi, kabanalariga e'tibor beringlar, qanaqa luxury kabanalar. Tasavvur qiling, oiz bilan adez o'tirib olib, romantika qilib basseynda. Mana shunaqa zonalari o'tirib, yig'ilib, o'zinglar ham mehmonga kelganinglarda mana bu yerda o'tirib, yig'ilib, basseyn bu yoqda hamma cho'miladi, u yog'ida dengiz. Nima kerak yana yaxshi yashashga? Yaxshi yashashga pul kerak, mana shunaqa pul kerak. Xo'p, bu yog'ida o'sha. Mana bu yog'iga qarasak, bizda juda ham katta zona mini golf uchun har xil padel, katta tennislar, basketbol zonalari, voleybol zonalari, hamma narsa bo'ladi. Конечно же, tashqarida o'zini ichimliklari bilan, barlari bilan bo'ladi. Endi uyimizni ichkarisiga e'tibor qaratamiz. Ichlari qanaqa ko'rinishda bo'lishi, aytganimdek, hamma dizaynini va mebellarini застройщик o'zi qiladi. Hammasida alohida dizayn bo'ladi, boshqa застройщикlarda qaytarilmaydigan. Endi bu uyda hozirdan bron qilishimiz uchun $7000 atiga kerak bo'ladi. $7000 bilan biz bron qilib qo'yamiz. Undan keyin qolgan 10% boshlang'ich to'lovimiz o'zi 10%, 30 kundan keyin yana 10%. Bu degani hozir 7000 bronga beramiz, bron qilib qo'yamiz. Undan keyin dekabrda qolgan, допустим, 19000 chiqayotgan bo'lsa boshlang'ich to'lovimiz yoki 20000 chiqayotgan bo'lsa, bron pulimiz minus qilib qolgan summamizni to'laymiz. Undan keyin yana 1 oy, ya'ni yanvar oyida yana 10% to'laymiz. Undan keyin oyma-oy 1% dan oplata qilib boramiz. Рассрочкалari ham juda ham qulay. Pastda nomerlarimni qoldiraman. Telegram, WhatsApp, Instagram, hamma daniylarim sizda bor. Aloqaga chiqing, tezroq bron qilib qo'yaylik.